Dadasi iltimos haydamang. Bir etek qiz bilan qaysi eshikka sig'amay iltimos meni kechiring. Oldimga tush. Tush mashinadan. Dadasi sharmanda qilmang. Tush dedim. Qayerga keldik? O, ano bino. Uni oldida turgan odamlar nimaga turganini bilasanmi? Yo'q. Bu eko klinika. Yonida yig'ilib turganlar esa 10 yil, 15 yildan buyon farzandsizlikdan azob chekayotgan insonlar bo'ladi. Ularning orasida chet ellarga borib 3-4 marta eko qildirganlar, hatto umr bo'yi farzand ko'rishga imkoniyati yo'qlar ham bor. Ba'zilari taqdirga tan berib, bolalar uyidan farzand asrab olishga ham rozi. Dadasi men Aytchi, senga biror marta o'g'lim yo'q deb noliganmanmi? Shunday qizlar bor, 10 ta o'g'ilning o'rnini bosadi. Shunday o'g'illar bor. Qiz farzand undan 1000 marta afzal. Dadajon xafa bo'lmayman, sizni o'g'lingiz bo'laman. Manam sizni o'g'lingizman. Manam. Asalarim. meni kechiring. Qizini bergan o'g'lini ham beradi. Muhimi farzandlarimizning borligi va sog'ligida. Gulday qizlarimni bo'lsa, 10 ta o'g'ilga ham almashmayman deganlar bitta like